Assalomu alaykum, muhtaram haj ziyoratchilari. Sizga o'tgan yili xuddi sizning o'rningizda bo'lgan inson sifatida bir nechta maslahatlarni yetkazmoqchiman. Transport harakati va guruh bilan jo'nab ketish jadvaliga qat'iy rioya qilishingiz haj amallaringizni qulayroq o'tishini ta'minlaydigan eng muhim omillardan biridir. Hech qachon shoshilmang va o'zboshimchalik bilan yolg'iz harakat qilmang. Har doim guruh rahbariga ergashing. Har kungi jo'nab ketish vaqti va joyini aniq bilib oling. Odamlar gavjum joylarda tiqilinch hosil qilmang. Keksalar va bemorlarga yo'l berib, ularni birinchi navbatga qo'ying. Yodda tutingki, haj bu ibodat, xotirjamlik va xushu, tavozi joyidir. Bu yer bayroq ko'taradigan, baland ovozda hayqiradigan yoki o'zini video tasvirga olish bilan band qiladigan joy emas. Ayniqsa, suratga olish taqiqlangan muqaddas joylarda bunga e'tiborli bo'ling. Siz Rahmon bo'lgan Allohning mehmonisiz. Shunday ekan, ushbu ulug' maqomga va muqaddas maskanga munosib bo'ling. Alloh ibodatlaringizni qabul aylasin.